Assalomu alaykum ustoz. Men 8 yildan beri Yevropada. 2 balam bor. 8 yosh va 3 yosh. Mening yo'liqqanim kichik balalarning tug'ilgan kunini tabriklash. Men dinimizning shariat ahkomlarida mustahkam minishni o'ylayman. Biroq balalarim Yevropa sharoitida maktab va yasida bu kunni tabriklapmoqda. Menmo balalarning xushalliqi, balaliqiga aslama deb sovg'at beraman. O'g'lim cho'ng bo'ldi. Tushundirib asta-asta bu xil tabriklash bizga munosib emasligini so'zlab beraman. Lekin atrofdagi arab, turk do'stlari tug'ilgan kun faoliyati qilsa taklif qiladi. Balam ko'p so'raydi. Bu temada zodi dinimizning ko'rsatmasi qandoq? Kichik bolalar uchunmi farz yashigicha qat'iy cheklashimiz kerakmi? Agar to'g'ri bo'lmasa, bolalarga bu xil sharoitda qandoq tushuntirib maqsaq bo'ladi? Alloh bilimlarni ziyoda qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Varlık hamdü sana Cenab-ı Allah'a bulsun. Şundakla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge, aile tavabalarga, ashablarga ve o zatga ta ki kıyamet kişiye geçkenlerge durut ve salamlar bulsun. İnsanın dünyaya göz açkan gününü eslişi, Halık'ının onu abiridi kılgallıktan ibaret katta nimetini eslişinin cümlesinden bulup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin düşenbe günü rozu tutuşu hakkında sorulganda, u men tug'ilgan, man Qur'on nozil qilingan kundir deb javob bergan. Haqiqatmi har bir oila egasi farzand o'zi ko'rganda Alloh taologa shukr aytish yuzasidan qiladigan sunnat faoliyatlardandir. Alloh taolo Zakariya alayhisalomga Yahyo alayhisalomni ato qiladiganligi bilan bishorat berganda, u tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, terilib qabridan turg'izilgan kunida omonlikqa erishgay degan. Isa alayhisalomning tug'ilgan kunini alohida tilg'alab, men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, terilib qabrimdan turg'izilgan kunimda omonlikqa erishgayman degan. Mana bu payg'ambarlarimizning tug'ilgan kunlarini eslash va xotirlash usuli. İsa alayhisalom tug'ilgan kunini tilga olib, Alloh uni dunyoga ko'z ochqizganida shaytonning nuqshidan va boshqa xiyim xatardan saqlaganligini eslagan va vafot bo'lganda, qabrdan tirilib qopganda salomat qilishini tilagan. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolsa tug'ilgan kuni dushanbada ro'za tutish orqali bu katta ne'matga shukr qilib o'tgan. Albatta payg'ambarimizning tug'ilganligi alohida bir ne'mat bo'lib, Alloh zotni butun olamlarga rahmat qilib avatgandir. Bu jihatdan payg'ambar alayhisalomning tug'ilgan kuni odatdagi kishilarning tug'ilgan kunidan farqlidir. Shundaqdimi odatdagi kishilar payg'ambar alayhisalomning tug'ilgan kuni dushanbada payg'ambar alayhisalomga ergishish va u kunlardagi boshqa fazilatlarga erishish yuzasidan ro'za tutmasa, bu fazilatli ishdir. Shundaqla o'zlarining haftadagi yoki yil ichidagi tug'ilgan kunida ro'za tutish orqali shukr qilsa, bu yaxshi ishdir. İmam Ibn Rajab mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dushanba kuni ro'za tutishi haqida so'ralganda, u men tug'ilgan, men Qur'on nozil qilingan kundir deb javob berishi, Allah Taala'nın ne'matlari yangilanib turadigan kunlarda ro'za tutishning mustahqligini ko'rsatadi. Haqiqatan Allah Taala'nın bu ummatga ato qilgan ne'matlarining eng kattasi ularga Muhammad sallallohu alayhi vasallamni avatishidir. Chunki u zotni ummatga avatish ularga osmon, zaminni va boshqa narsalarni paydo qilib berish ne'matidan kattadir. Demak, Allah Taala'dan bandalarga mushunday katta ne'matlar ato qilgan kunlarda ro'za tutish intayin yaxshidir. U ne'mat ato qilingan kunlarni shukr bilan qarshi olishdan iborat. Ashura kuni ro'za tutishmo Nuh alayhisalomni suv ofatidan qutuldirgan, Musa alayhisalom bilan qavmini Fir'avndan qutuldirgan kun bo'lg'achqa, Nuh alayhisalom bilan Musa alayhisalomlar u kunda Allohga shukr qilib ro'za tutgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarga ergishib shu kunda ro'za tutgan. Yuqoriqilar dinimizda va tariximizda ko'rsatilgani bo'lib, har hafta ichida yoki xohlagan bir haftada kishining o'zining tug'ilgan kunida nafl ibodat bilan tug'ilgan kunini eslashi Allohga va Allohning ne'matiga shukr qilishdir. Ammo hozir dunyo miqyosida kofirlardan so'ndirilgan tug'ilgan kunni tabriklash odati bo'lsa, yilda bir qatim do'stlar va yaqinlarni chaqirib, yemak-ichmak ziyofati qilinadi va tort kesish, sham o'chirish, maxsus naqshini aytish va sovg'at taqdim qilishlar bilan o'tkaziladi. Buni odatda cho'nglarmi, kichiklarmi o'tkazadi. Lekin kichiklarning o'tkazishi kengroq tarqalgan odatdir. Bu odat butun dunyoda degudek umumlashgan bo'lsa-mu, lekin buning hukmida olimlarning qarashlari o'xshash emas. Bir qism ulamolar tug'ilgan kunni bu xil tariqada tabriklashni yangi paydo qilish turidan sanab, bid'at va harom, shundaqla kofirlarga o'xshash deb qaragan. Yana bir qism olimlar uni harom emas,
Chunki bu ish kafirlarning e'tiqodiga munosabatsiz, dunyoviy ishlarda asli qoida mubahliq, uningda dinga zid biror ish bo'lmasa, mubah sifatini saqlaydi. Yig'ilib sovg'at taqdim qilish va umriga barakat tilashdek ishlar bo'lsa, bo'laveradi deb qaragan. Yana bir qismi joiz emas desa, yana bir qismi makruh degan. Bu qarashlarni bo'ladi bo'lmaydi deb ikkiga ixchamlash mumkin. Albatta buni bid'at deyish uchun bu ibodat doirasidagi ish bo'lishi kerak. Hozir bolalarning tug'ilgan kunini o'tkazadiganlar buni ibodat maqsadi qilmaydi, balki ijtimoiy faoliyatlar qatorida qiladi. Shunga bu urf-odat doirasiga kiradi. Shundaqla buni yangi hayit paydo qilish degilimi bo'lmaydi. Chunki hayit degan ibodat mazmuni bor ham ko'pchilik xaloyiq har yili izchil tabriklaydigan kunni ko'rsatadi. Shunga buni hayit degandan xotir kuni degan tuzuk. Ammo kafirlarga o'xshash masalasiga kelsak, bu odat aslida kafirlarning odati ekanligi aniq. O'xshash bo'lsa, shu kunni o'tkazadiganlarning niyatiga bog'liq bo'lib, ko'plagan musulmonlar buni kafirlarni do'rab o'tkazmaydi, lekin buni burroq o'tkazib ko'ngan musulmonlar bu odatni kafirlardan yuqtirib olgan. Shunga niyat jihatdan ba'zi musulmonlarda o'xshash niyati bo'lmasa-mu, ba'zida albatta bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qavmga o'xshab olgan odam shulardandir degan. Yani bir hadisda Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar cho'qim o'zinglardan ilgarikilarning yo'llariga g'irich-mug'irich, gaz-mugaz agashmay qolmaysizlar. Hattoki ular kilarning uvisiga kirgan bo'lsa, sizlarmi cho'qim ularga agishib kirmay qolmaysizlar degan edi. Biz ya Rasululloh, biz agishadiganlar Yahudilar bilan Nasoralarmi desak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bo'lmaykim dedi. Mazkur hadisdagi Yahudi Nasoralarning yo'llaridan maqsad ularning dinni o'zgartirish, gunoh ma'siyatlarni paydo qilish, urf-odat, hayot tarzi va hokazo adab qoidalarida payg'ambarlarning yo'lini tutmasligi kabi ular o'zlariga tanlagan turmush usullari ko'zda tutiladi va bu turli do'ramchilikdan ogohlantiriladi. Bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu hadismo payg'ambar alayhisalomning kelajakda yuz beradigan voqealarni oldin xabar berganligi jihatdan nubuvvatining bir isboti bo'la oladi. Lekin aslida kafirlarning odati bo'lib, keyin musulmonlar ulardan yuqtirilib, musulmonlarda umumlashib ketgan taqdirda o'xshash degan narsa bo'lamdi bo'lmamdi? O'xshash bo'lsa harom bo'lsa, o'xshash bo'lmasa harom bo'lmaydi. Masalan, kiyim-kechaklar ichida o'z zamonasida xristian rohiblarning kiyimi bo'lgan uzun buklik butun ko'nglak yoki to'n musulmonlarda keng tarqalganda uning kafirlarga xosligi yo'qolib ketgan. Shunda sahaba kiramlardan Huzayfa ibn Yaman va Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qatorliq sahabalar shundoq to'nlarni kiygan. Payg'ambar alayhisalommo ehrom bog'lovchilarni la qalpoqliq to'n kiyishdan tikilgan kiyim bo'lganlikdan to'sgan. Boshqalarni to'smagan. G'aribliklarning odati bo'lgan galastukmo hozir umum musulmonlar orasiga tarqaldi. Yozlik ta'til va haftalik dam olish kuni qatorliqlarni shu qatordan sanashqa bo'lsa kerak. Lekin shundaqdimi tug'ilgan kunni tabriklash odati musulmonlarda umumlashib ketdimi, ketmadimi? Balkim ba'zi davlatlarda umumlashib ketgandi, lekin yana ba'zida taqa umumlashmadi degilimi bo'ladi. Masalaga bu tarafdan qarasak, bolalarning tug'ilgan kunni tabriklash masalasini bid'at yoki harom yoki kafirlarga o'xshash deb kesitishdan bakrak, buni madaniyat va jamiy sohalarda ozlab ketgan islom dunyosining chekinishining tabiiy natijasi va urf-odatlarda g'arbliklarga agishishi, shunga hukmi joiz bo'lmaydi degan qarashlar munosib bo'lsa kerak. Bu ta'sirdan mumkin qadar qutulish va uni avlodlarimizga singdirishdan kuchimizning yetishicha saqlanishimiz lozim. Esl ishlarda, ilm ma'rifatda yot millatlarni do'rash ayblanmasimi, hamma ishda qarg'ularcha do'ramchilik qilish axloqshunos, pedagog va jamiyatshunoslar ziyonliq deb qaragan qilmishdir. Vatanimizda Xitoylar bilan, muhojiratda xristianlar va ularning odatlarini yuqtirib olgan musulmonlar bilan aralashib yashaydigan bizga o'xshash millatlarga nisbatan aytgandimi, tug'ilgan kunni tabriklashdek odatlarni singdirilish bizga intayin ziyonliq. Bu jihatdan harom degan hukmmi o'rinliq chiqdi. Do'ramchilikning do'rig'uchining o'zini zaif, do'ralg'uchini mukammal his qilishidan boshqa ziyni bo'lmasa edi, bu numus qilishga yetarli edi. Albuki islom ummati Alloh azza va jalla o'zi sizlar insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar deb sifatlaganidek, azg'an kafirlarni do'raydigan emas, ularga o'rnak bo'ladigan ummat bo'lishi kerak.
İmam İbn Xaldun mundaq deydi. İnson nafsi har doim o'zi ustidan g'olib kelgan va o'zi bo'ysunganlarni mukammal deb qaraydi. Shunlashqa mag'lublar davomli kiyim-kechak, at-uloq va qurol-yarog qatorliqlarda shakl va fasullarda g'oliblarga o'xshalishga tirishadi. Buni ota-bola munosabatida ko'ra olaysan. Bolalar davomli otalarga o'xshalishga tirishadi. Chunki ular otalarini mukammal deb qaraydi. Albatta, bolalarning tug'ilgan kun o'tkazish ishida ular hukm yoki yatlarni do'rash ziynini anqirib bo'lolmaydiganligi uchun mas'uliyat ota-onalarga yuklanadi. Farzandlar bu odatlarga odatlanib cho'ng bo'lib qolsa, keyin biroqla cheklagan taqdirda cho'nglar bilan farzandlar o'ttirida ko'ngil og'riqi bo'lmasligi uchun ota-onalar bu ishga dastlabki chog'larda alohida ko'ngil bo'lishi, bu ishning musulmonlar an'anasi emasligini farzandlarga tushuntirish bilan birga tug'ilgan kunni tabriklash o'rnini to'g'ri ishlar bilan to'ldirishi kerak. Olimlar bundoq deydi: tug'ilgan kunni ibodat va musulmonlarning belgisi bo'lgan ro'za va qurbon hayitlarga qiyos qilish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu hayitlar hammaga umum bo'lgan hayitlardir. Tug'ilgan kun bo'lsa undaq emas. Bu tabriklashning dinimizda asosiy bo'lmag'achqa, shundaqla madaniyat va kultur jihatdan yatlarga agish natijasi bo'lg'achqa, tug'ilgan kunni tabriklash makruh ishdir. Musulmonlar buningdan o'zini tortishi tavsiya qilinadi. Buning uchun turli munosabatlarda bolalarning ko'nglini yatlarning odatlarini yuqtirib olishga yetmaydigan va dinimizda yo'lliq deb qaralgan usulda xush qilish ta'kidlandi. Masalan, har qatim utuq qozonganida, biror para Qur'on yodlab bo'lganida, maktabda a'lochi bo'lganida, 7 yoki 10 yoshga kirganida, bu yoshlarda shariat ko'zda tutgan namoz o'qish va xatna qilish qatorliq bir xil hayotiy burilish yengiligi bo'lganligi uchun tabriklash elib berilsimi bo'ladi. Tug'ilgan kuni tabriklab ko'ngan yurtlarda bolalarga tadrijiy holda bu odatni unuttirish uchun boshqa munosabatlarni buning o'rniga dasitib bo'lguncha ularga va bir tuqqanlarga ba'zi bir hadiyalarni elib berishga bo'ladi. Haqiqatan bu masalada yuqoridagidek unumlik ham muvofiq usulda tadbir ilinmasa bo'lmaydi. Chunki farzandlarimiz Yevropa, Amerika qatorliq xristian yoki g'ayri-musulmon ellarda, hatto Turkiya qatorliq musulmon diyorlaridami maktablarda saboqdoshlari tug'ilgan kun o'tkazadigan bo'lg'achqa, bu ishda xuddi ana vatanimizda Xitoylarning ta'siriga uchragandek tabiiy holda ma'lum darajada saboqdoshlarining ta'siriga uchrayotdi. Ota-ona diniy jihatdan o'tkazib berishni xohlamaganida, bu bolalarning psixikasida yomon iz qoldirish xavfi kuchli bo'lmoqda. Bu borada har bir ota-ona o'zi munosib paytlarni tanlab, tug'ilgan kunining o'rniga farzandi ana tilda o'qish savodini chiqargandek biror kunni almashtirib olsa bo'ladi. Yana g'arbliklar odatlangan tug'ilgan kundagi tortqa sham qadab yeqish, maxsus naqsha qatorliqlarni butunlay boshqa muboh va milliy faoliyatlarga almashtirib olsa bo'ladi. Imom Qaradaviy bu haqda so'ralgan savolga mundaq javob berdi. Bu savol qarag'ularcha agishdan kelib chiqqan bo'lib, Haq Taala bizni bosh bo'lishga yaratgan turuqliq, biz boshqalarga quyruq bo'lishni xohlaymiz. Allah bizni hur yaratgan turuqliq, biz g'arbning quli bo'lishni xohlaymiz. G'arbliklar cho'nglargami, bolalargami tug'ilgan kuni o'tkazadi. Biz bo'lsa g'arbliklarni do'raymiz va cho'ng bo'lgandami tug'ilgan kuni o'tkazamiz. Sening umringdan 1 yil o'tgan bo'lsa, sen o'zingdan bu 1 yilning hisobini so'rashing kerak. Sham yondirib tabriklab o'ltirmay, qo'ldan berib qo'ygan 1 yil uchun qayg'urishing kerak. Balalar uchun aytgandimi, ularning har yili bu xil odat bo'yicha tabriklashi joiz emasdir. Men deymanki, balalarga turli munosabatlarda tabriklash ziyofatlari o'rinlashtirib bersak bo'ladi. Masalan, bu vaqt tug'ilganda tabriklab aqiqa qilib beramiz. 7 yoshga kirganda bu namoz yeshi deymiz va namoz ziyofati o'tkazib berib, bugundan tortib namoz o'qishing kerak deymiz. 4 yoki ichimliklarni yeb ishimiz. Mana bu namoz ziyofati. 10 yoshga qadam qo'yganda tayoq ziyofati o'tkazib berib, uningga sen 3 yil burun namoz o'qishni o'rganishing uchun namoz ziyofati bergan. Endi cho'ng bo'lding, namoz o'qimasang tayoq yeysan deymiz. 15 ga kirganda namoz farz bo'lish yeshiga yetganligi uchun ziyofat o'tkazib beramiz. Bu turli munosabatlarda o'tkaziladigan ziyofatlar bo'lib, har bir yoshda bir ziyofat qilib bermaymiz. Yana boshqa munosabatlarga udullab ziyofatlarni o'tkazib tursak bo'ladi. Masalan, sinf atlasa, muvaffaqiyatli bir ishni tamomlasa, qizlar uchun shundoq. Yana qizlar yog'liq artgandimi, tabriklab ziyofat o'tkazib bersak bo'ladi. Bularning hammasi turli munosabatlar bilan bo'ladi, ammo yilda bir qatim emas.
Vallahu a'lam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh.